Hop, aka-ukalarimiz. Bunu turbachilar ma'qul ketib qopti. Sheriga mana bu. Turbachilardan ham bor aka-ukalar. Mana xullas. Bundan soni endi hozir ko'payib ketib qoldi. 200 tacha bo'lsa kerak, noshig masalan. 200 ta oshiq ham ekan. Buni o'zi 70 ta bor edi hozir, yana keldi bu yerda. Kaptan naval. Turbachilardan udollar keldi. Hakkalarni mana bir pa hakkalarimiz ham keldi, mana narm udollar mana. Ajoyib chiroyli sizlar qiziqqanlarga. Yaxshi kaptanlarimiz keldi. Xo'p, qizil tushlarimizdan ham parlari bor. Qizil tushlar narmodalari keldi. Ular keldi mana. Paypolilar sochlaridan ham keldi mana ko'klarimiz. Lag'ma paypoli qoralarimizdan bor. Ha, akkalarimizdan bir pari mana. Akkalardan. Narmoda akkalarimiz qiziqqanlarga taklalarda ham qattiqlar keldi. Keyin qizil tushlarimiz bor mana. Qizil tushni bitta nari ikkita modasi bor. Bu ham o'ynayotgan modalari narda so'rashingizdan chiqib qolibdi oldiga ama. O'ta chiroyli narsalar mana. Mana qizil tushlar. Shu qopqon chinnilar deydimi, shunaqamizda. Turbachilarimiz narmodasi bor, keyin yosh to'nalari bor. Mana boshqacha turbachilarimiz ham bor. Bu ham turbachi sortovi, qanaqadir sortida egalari. Bular ko'pi sotilgan. Ichida bor yangilari ham. Bozor ko'rib keldim kattalar. Oqto'g'lar, ko'kchalar bor ekan. Uylari. Ajoyiblardan bor ekan. Nemislarimiz ham keldi yangilari. Mana kattalar. Behijolat kelaverasizlar. Nomerimiz 91 697 1961. Jup katta kerak bo'lsa, juvona kerak bo'lsa, katta go'sht kerak bo'lsa ham bor qo'yib beramiz. Behijolat. Havoda mana bunaqa qushlar qiziqqanlar, qushlarimiz ham bor. Xo'p. Aka-ukalar soat 8 dan 10 gacha bitta bozorimiz bo'lyapti. Kelaverasizlar, tanlab olishlaring mumkin. Xo'p, 10 ming so'mdan 50 ming so'm, 100 minggacha holatlarga qarab turib sotilaveradi. Keyin 3 ta kaptarga 2 ta kaptar barteran qilib beraveraman. Faqat kasal kaptar olib kelmasalar ham bo'ladi. Kasal kaptarlarda ahvoli mana keyin aralashma don bermaylar. Bunaqangi bo'lib qoladi mana akalar. Aralashma umuman don bermaylar. Nimanikini bermaylar. Tovuqqa tayyorlanganda bu kaptar bechoralar hazm qilolmaydi buni. Baliqda yog'lar qo'shilganlari bo'ladi, ularni hazm qilolmaydi. Bular kaptar bu nozik narsa bo'ladi. Sal e'tiborli bo'lib, kaptarga toza don beringlar. Agar mabodo topolmay qolsalaring, любой joyda olsalaring bo'ladi. Mana Makkani o'zi ham bor. Yoki bo'lmasam bug'doyning mesnisi bor aka-ukalarimiz. Mana mesni bug'doylar bunaqa shikalan svetda bo'ladi. Toza narsa beringlar aka-ukalarimiz. O'shanda katta kasal bo'lmaydi, behijolat. Yaxshi yuraveradi. Ana don kerak bo'lsa, shu yaqinlarda bo'lsa, dastlabkilarni qilib beramiz, yettamatanda faqat shetamiz. Qo'ldan kelgancha yordam qilinaveradi. Dori-darmoni, kasalliklar haqida ma'lumotlar beraveramiz. Nima yangilik kerak bo'lsa, nima qidirib turgan bo'lsa-lar to'g'ri beramiz, imkon boricha. Kaptarlarimiz mana shunaqa har xilidan bor. Keyin mana bunaqangi suvga qo'shib beriladigan multivitaminlari bor mana. Multivitoko. Ana shundan olib vitaminlarda jamlanmasi bo'ladi, suvga qo'shib beriladi. Xo'p, 2 gramiga 3 litr suv qo'shib aralashtirib beraverasizlar aka-ukalarimiz. Bemalol nima aqsa bo'ladi. Aralashtirib bersalar ham bo'laveradi. Toza bug'doy bo'lsa mana aka-ukalarimiz kasal bo'lmaydi unchalik kaptarda. Boshi kasal bo'lmaydi. Toza bug'doy bo'lsa
Ular dishi olgan-ku. Kardon bormi? İchiga solib qo'ygan. Tom berib qo'ydik. Uyga borgandan keyin kaptar aka-ukalarimiz kaptarlarga suvga natraflaringiz bilan septiration qo'shib bir marta berib qo'ysalaring, bemalol yaxshi yuraveradi kaptarlar. Shunchaga kasal bo'lmaydi. Agar mavod eski kasallari bo'lsa, o'sha joyida to'xtaydi. Faqat aralashma bermaysizlar. Aralashmani ham haligi tovuqqa tayyorlanganini bermaylar. Iloji boricha, imkon boricha. Agar imkoniyat bo'lmasa, bug'doy yo makka olib beringlar. İşte kasal bo'lmasliginiz uchun. Agar bunaqada qiynalasizlar, kaptarlar qirib tashlaysizlar. Donlarda sifatsizligi juda yuqori. U tovuqqa tayyorlangani uchun suyaklari bo'ladi. Vitaminga boy, lekin tovuqqa moslangan u. Kaptar uchun emas u. Shuning uchun yo makka beringlar, yo aralashmani o'zidan tayyorlab beringlar. Kaptarlar o'ta ko'p. Aloqaga chiqib bemalol nima qilaverasizlar. Qanaqa kaptar kerak bo'lsa, sog'lom tinig'ini olaverasizlar. Qolganiga chetda qolaveradi. Biz xaridorimiz ko'p ketaveradi. Yoqqan tanlab olaverasizlar. Kelib bitta uchirilmaydi, shuning uchun arzon bular. Aksariyati uchirilmaydi. Qashda 90 100 ta keladigan 99 tasi uchirilmaydi buni. Bir donasi uchirishi mumkin. Qachonki jelaniyasi bor odam bo'lsa, olib qo'yib yuborishingiz mumkin tuzdi. Qolganlari hammasi sotiladi. Kaptarlar mana sirop yarsi. Xo'p, yana nimasi bor edi endi? Ochib ketib qolsam qolib ketadi don berib qo'yishimiz kerakdan shunga. O'sha bitta bersiz ham ekan. U fisku. Kaptar uyalari borga qiziqqanlar, kaptarga uyalarimizdan ham bor. Oddiy mana bunaqa don bersalar ham bo'laveradi kaptarga. Ya'ni ko'zangi tanoq chiroyli ko'rinib ketganini beravermaylar. Oddiy don ham yuradi hozir. Endi spesial uyda boqib turgan bo'lsalar, aralashmani o'zidan tayyorlab bersalar ham bo'laveradi. Keyin bizda hozir aralashma bor mana. 15 xil aralashmamiz bor. Bunda mana yer yong'oq mag'iz, semchka mag'izlar mana, tariq, turmak, safir hammasidan boqilib 15 xil bitta, zig'irgacha bor bitta. Ana shuni aralashtirsalar ham bo'laveradi. O'zidan nimalari bor? Qancha qo'shilishi grammlari bor. Ko'p narsa, birta narsani ko'proq qo'shib yuborsangiz, imini o'sha narsani yemay qo'yish mumkin yoki miqdordan oshiq berib yuborsangiz ham ajrashishni boshlaydi kaptar. Mana bunaqangi ajoyib narsalar toza beraverasizlar. Keyin mana bunaqa yorma bermaylar kaptarga hozirgi bolalik paytda yorma ishlatmaylar iloji boricha. Bu mana bu bo'lingan nimasi og'izni yirtib o'tib ketadi pardasini. Shilliq pardani yirtib o'tib ketadi, infeksiyalanib keyin kaptardan ancha qiynaydi bu. Iloji boricha maydasini ham bermaylar. Tovuqdagi nisbatan kaptarga nisbatan og'iz bo'shlig'idagi pardalar qattiq bo'ladi, chidamli bo'ladi, bemalol yuradi tovuq bolasi. Kaptardagi nozikroq bo'ladi. Shunga e'tibor berasizlar aka-ukalarimiz. Sog' bo'linglar, ishlaringizga omad. Hammaning xonadoni tinchlik, xotirjamlik bo'laversin. Ko'rishamiz. Kelaverasizlar.